Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Salom do'stlar. Bugungi videomiz oddiy video bo'lmaydi. Bugun men ko'ngilxushlik qilmoqchiman. Lekin videoni oxirida eng bahaybat va eng tez yuradigan yo'lakcha taxlaymiz. Xullas kuzatishga davom eting. Hozirda Minecraft o'yini trendda ketyapti. Shuning uchun qizil toshlik fakelning ko'rinishi o'zgargan. Kimlargadir bu kulgili, kimlargadir bu qiziq bo'lishi mumkin. Xullas biz bugungi videoda mana shu fakeldan foydalanamiz. Jin ursin, ko'rinishi g'alati ekan. Obo. Bu fakelning ko'rinishiga shunchaki kulib qo'ydim. Qaytaraman, kulib qo'ydim. Oldingi ko'rinishi yaxshiroq edi. Mana buni ko'rinishiga qarang. Agar sizlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta Anilan Dublyaj Uz YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun men sizlarga yangilangan relslarni ham ko'rsatib o'taman. Chunki men ajoyib narsalarni guvohi bo'ldim. Kelinglar, mana bu relslardan kichkinagina aylana yasaymiz. Buning uchun albatta bizga yangilangan fakel kerak bo'ladi. Siz buni oldin ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu oldingisidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, demak aravachani mana bu yerga o'rnatamiz. Qani? Tushunmadim. Nimaga ishlamayapti? Ha, men tushundim. Agar qo'shimcha eksperimentlarni bosadigan bo'lsak, aravacha tezlashadi. Qani bo'lmasam barchasini yoqib chiqamiz. Tayyor. Men moblar bor qishloq topdim. Mana endi mana bu yerga game rule deb yozamiz. Bu bizning aravachamizni tezlashtiradi. Uni 20 tezlikka oshiramiz. Mana endi bu yerda oldingiday relslar quramiz. Ha, bu ajoyib bo'ladi. Mana endi Minecraft o'yinida aravachalarni eksperiment qilamiz. Qani bo'lmasam Yo'q tavba. Men aravachadan blender yasadimmi? Agar uni tezligini 40 ga ko'tarsak qanday bo'lar ekan? Yo, sizlar buni tezligiga bir qarang. Qani uni ichiga o'tiraychi. Kelinglar, tezlikni oshirgan holda richagni pastga tortamiz. Qani ko'ramiz, richagni tortganda aravacha ucharmikin? Tushunmadim. Bu yerda tushunarli. Hoy, shoshma oshna, shoshma. Kelinglar, aravachani ichiga bechora tovuqni o'tkazamiz. Menimcha bu aravachada tovuq sho'rva bo'lsa kerak. Yo'q tavba, hozir uning miyasi og'zidan chiqib ketadi. Qani uchamaymiz, olg'a. Yo'q tavba. Menimcha yumshoqqina qo'yindi deb o'ylayman. Tushunmadim, mana bu sigir nima uchun aravachada o'tiribdi? Kelinglar, aravachani tezligini 80 ga ko'taramiz. Mana endi aravachani ishga tushiramiz. Olg'a. Aytganday, sigir aravachada sayr qilmoqchi edi. Qani oshna? Sigirmizdan sigir bo'lyapti o'zi ham. Uning sutlari qatiqqa aylanadi. Sigir vertolyot. Ursin, quyoshga uchib ketdimi nima bola? Yumshoqqina tushmadi shekilli. Men qishloq oldidan chaqmoq tezlikda o'tmoqchiman. Agar aholilarni kosmosga uchirsam qanday bo'lar ekan? O'zi shu qishloq aholisi meni jig'imga tegyapti-da. Nima deding la'nati? Kelinglar, mana bu la'natini aravachaga o'tkazamiz. Mendan iflos qo'lingni ol. Tushunmadim la'nati, qayerga ketyapsan? Sen aravachaga o'tirgin, men senga borib buvangni ko'rsataman. O'tir deyapman senga. Sen menga qarama, men senga hozir fokus ko'rsataman. Oshna, sen qishloq aholilarining ichiga birinchisi bo'lasan oyga uchgan. Mana bunisini olib tashlaymiz, chunki uni osmonga uchirmoqchimiz. Mana bu yerga richag o'rnatamiz va olg'a. Qani oshna? Olg'a! Biz senga ishonamiz oshna. Menimcha bu yetarli tezlik bo'lmasa kerak. Kelinglar, uni tezligini 200 ga oshiramiz. Choriqul, tayyorlan. Sen bu tezlikda Marsga uchasan. Qani edi Elon Musk ham shunday qurilmani yaratgan deydi. Olg'a! Xudoyim-ey. Tushunmadim. U hali ham havoda turibdimi? Yo'q, u pastga tushayotgan ekan. Houston, aholi pastlashyapti. Hozir u tushib ketishi mumkin. Yel la'nati, u meni boshimni ustiga tushib bo'lib qoldimi? Kelinglar, uni yana bir bor, lekin uni uzoqroqqa uchiramiz. Tezlikni 1000 ga oshiramiz. Ha, tezlik 1000 bo'lsa anchagina yaxshiroq bo'ladi. Mana endi aravachamizga, Xushoba, qani bu yoqqa kel. Qani Xushoba, aravachaga chiqchi. Men seni majburlamadim, Xushoba, sen o'z xohishing bilan aravachaga o'tirding. Yo'q, xudoyim. Do'stlar, Xushoba uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz tezlikni 1000 tezlikkacha ko'tardik. Menimcha u bir joyga qotib qoldi shekilli. Menimcha bunisi ham yiqilib o'ladi. Xushoba, ahvol qanday? Men o'ylaman shekilli. Men ham shunday deb o'yladim. Qo'yish, aravachaning ichida aholi emas, dinamit qo'ysa ham bo'ladi. Agar aravachaning ichiga dinamit qo'yib, uni ozgina qimirlatib yuborsak, menimcha u 1000 chaqirim uzoqlikka uchsa kerak. Qani olg'a. Tushunmadim. Nima uchun u juda ham sekin uchdi? Kelinglar, uni yana bir bor uchirib ko'ramiz. Qani olg'a. Tushunmadim, nima uchun u juda ham sekin uchyapti? Men uni yorug' tezligi kabi uchishini xohlayman. Balkim aylanani kattaroq qilarman. Yana kattani nimasi yaxshi deydi? Hamma narsani kattasi yaxshi-da. Nima deb o'ylaysizlar? Ucharmikin? Kelinglar, mana bu yerni ham kichkinaroq qilamiz. Bu yerda katta-kichigini ahamiyati yo'q.
Jin ursin, ahamiyati bor ekan. Balkim relslarni elektrlik qilarmiz. Mana shunda balkim tezligi oshar. Agar bu yerda ham tok o'chib qolmasa, ishimiz a'lo darajada bo'ladi. Sen bu yerga kelib olib bizning qishloqda nima balo qilyapsan o'zi? Ey, yo'qolay, shapkangga uray seni. E'tibor bermaymiz. Tayyormisizlar? Olg'a! Qoyil! Yo, mana bu qishloq juda ham zerikarli ko'rinyapti. Menimcha bu yerda hech nima bo'lmagan shekilli. To'g'ri, bu yerda hech nima bo'lmagan edi. Men kelmasimdan oldin. Unchalik ham yaxshi uchmadi. Kelinglar, ozgina buni yuqoriroq ko'taramiz. Olg'a! La'nati, men bu yerni portlatib yubordim. Bu yerda texnik xatolik bo'ldi. Aholilar meni qarg'adimi nima balo? Mayli, qani bo'lmasam ikkinchi dubl. Olg'a! 3dan keyin puch deganlar. Qani qaysi uyga kelib tusharkin? Men ozgina talofat yetkazdim, lekin bu qo'rqinchli emas. Men bu yerga kichkinagina konstruksiya yasadim. Mana endi barcha aravachalarda dinamitlar bor. Bu qishloq aholisiga dinamitlardan yomg'ir yog'diraman. Meni bu qishloq aholisi xafa qilgan, qachonligini o'zim ham bilmayman. Qani olg'a! Men bir nechta daraxtlarga talofat yetkazdim. Bironta ham uyga talofat yetmadi. Mana endi ko'ramiz, men quyoshgacha uchib bilarmikinman. Kim bilsin, balkim kosmosga chiqarman. Richagni mana bu yerga o'rnatamiz. Mana endi aravachaga o'tiramiz. Jin olsin, bunday tezlikda qanday qilib richagni bosaman? Buni umuman iloji yo'q. Bo'ldi, boshim aynalab ketdimi nima balo? Richagni o'rniga taymer o'rnatamiz. Xo'sh, bularni qaytadan o'rnatib chiqamiz. Shu qo'y yetmay turuvdi. Menimcha qo'y ham aravachada sayr qilmoqchi. Xo'sh, agar men mana buni sindiradigan bo'lsam, taymer ishga tushadi va men uchib ketaman. Xo'sh, qani 3, 2, 1, olg'a! Yo, bunday tezlik bilan kosmos u yoqqa tursa, katta xolamlikka ham ucha olmayman. Nima uchun ucha olmayman? Chunki meni katta xolam yo'q. Agar ucha olmasam, Elon Musk xafa bo'ladi. Qani yana bir bor sinab ko'ramiz. Ozgina aravacha tezlashib olsin. Mana endi tayyor. Qani olg'a! Yo, tavba, la'nati. Do'stlar, menda muammo tug'ildi. Nima uchun menda o'xshamayapti? 3-martada o'xshash kerak. Qani, opa, 1, 2, 3 uchamiz. Jin ursin, men o'ylaganimdan ko'ra uzoqroqqa uchdim. O'lib qoldim-ku. Men boshqa videolarda ham ko'rgan edim. Ular ham mana shunday uchadigan moslama qurib, dinamitlar yordamida minorning tepasini portlatishgan. Lekin kommentariyalarda ajoyib hazilomuz yozuvlar yozilgan. Mana bunisini qaranglar. Bittasi mana bunday yozgan ekan. Haligi men buni o'qib bera olmayman. Sizlar esa mana shu videoning ostida kommentariy yozishingiz mumkin. Men barchasini o'qib chiqaman. 5 ta barmoq bir xil bo'lmaganda insonlar ham har xil bo'ladi. Mana va nihoyat biz oxirgacha bordik. Men esa bu yerda aravachani o'rnatdim. Kelinglar, ajdarho kirayni aravachaga o'tirg'izamiz. Jin ursin, sal g'alati ko'rinar ekan ajdarho aravachaga o'tirsa. Qani olg'a! Jin ursin, haqiqatan ham g'alati ko'rinar ekan. Ajdarho, uchishga tayyormisan? Olg'a! Uchamiz! Biz ajdarhoni raketaga aylantirdik. Yo tavba. Nima deb o'ylaysizlar? U hali ham tirikmikin? Jin ursin, u hali ham tirik ekan. Do'stlar, shunga o'xshagan qiziqarli qisqa videolarni ko'rishni xohlasangiz, meni Instagram profilimga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Instagram profilimni pastdagi silkaga qoldiraman. Telegram gruppamni so'raganlarga ham uni ham pastda silkaga qoldiraman. Xo'sh, ko'raylikchi, boshqalar aravacha haqida qanday video olgan ekan. Xo'sh, mana bu yerda yana bir Minecraft yer bor ekan. Buning ham videolarini bir ko'rib chiqaylikchi. Jin ursin, aravachalardan nima balo yasagan bu? Jin ursin, aravachalardan istirohat bog'i yasaganmi? Aravachadan aravachaga parkur qilyapti. La'nati, buni qanday yasagan men buni bilmayman. Xo'sh, yana ko'raylikchi, o'xshash videolar bormikin? Jin ursin, mana bu bola tuyani aravachaga o'tkazgan ekan. Buni qanday tezlashtirgan? Mana bunisi oshib tushibdi. Tuya yorug' tezligida uchyapti, la'nati. Qani ko'raylikchi. Nima uchun men mana shunday qila bilmayapman? Mana bu egizak minoralarni qurganmi? Buni men ko'rgan edim. Agar shunday videolar chiqadigan bo'lsa, albatta Instagram profilimga yuborib qo'yishingiz mumkin. Mana endi men ham o'zimni shaxsiy istirohat bog'imni yaratmoqchiman. Minecraftda har doim qiyin bo'lgan istirohat bog'ini yaratish. Chunki aravachalarda tezroq yurg'izish juda ham qiyin bo'lgan. Lekin bugun hammasini o'zgartiramiz. Kelinglar, bugun qoyilmaqom biror nima tayyorlaymiz. Mana bu yerni boshlanish yo'lagi deb olsak, mana bu yerda esa navbatga turib o'tirasizlar birma-bir. Biz hozircha juda ham tezlashadigan yo'lak qurmaymiz. Bu keyinroq bo'ladi. Meni tushundingizmi? Axir yangi kelganlarni Disneylandga farsh qilmaymiz-ku. Shuning uchun bonusni mana bu devor ortiga yashirib qo'yamiz. Xullas, hozir menga ortiqcha savol bermanglar. Videoni maroq bilan tomosha qilinglar bo'ldi. Mana bo'ldi.
Menimcha boshlanishi yomon emas. Kelinglar, mana bu yerga panjara o'rnatamiz. Axir bu yer istirohat bog'iga o'xshash kerak-ku. Istirohat bog'imisan, istirohat bog'i bo'ladi o'zi ham. Xo'sh, nariroqda esa tezlashtiradigan moslamalar bo'ladi. Biz Disneylandga kelgan mijozlarni yuraklarini qo'llarga berib, miyalarini oyoqlariga tushirib qo'yamiz. Xullas, shoshmanglar. Agar aravacha tepalikka chiqib, keyin esa pastga tushadigan bo'lsa, bu haqiqiy blender bo'ladi. Qoyil. Mana endi sinab ko'ramiz. Richagni mana bu yerga o'rnatamiz. Uni bosishimiz bilan aravacha yura boshlaydi. Oho, qoyil u yoqshadi. Bu devonaga o'xshab aylanishini qarang. Men mana bu yerga dispenser o'rnatmoqchiman. U aravachalarni otishi uchun. Mana shunda barchasi avtomatik tarzda bo'ladi. Mana bu yerga knopka o'rnatamiz aravachalarni ishga tushirish uchun. Men yana aravachalarni qizil toshga zanjirband qilmoqchiman. Ular mana bu burchakda aylanishlari uchun. Aravachalar mana shu yo'nalishda borishadi. Meni tushundingiz degan umiddaman. Uni mana shu yerda aylantiramiz. Bu yerda ozgina pauza bo'ladi. Bu yerda aravachalar tezlashadi va sizlarning miyangiz ayronga aylanadi. Barchasi mana shu yerdan boshlanadi. Qoyil. Mana endi sinab ko'ramiz. Tasavvur qilinglar, mening yoshim 12 yoshda. Men shunchaki istirohat bog'idagi aylanma boshga uchmoqchiman. Uni mana shunday deb ataymiz, chunki u haqiqatan ham aylanma bosh. Qani bo'lmasa mana bu yerga kiramiz, richagni bosamizda aravachaga o'tiramiz. Qani bo'la qolinglar, blenderni ishga tushiringlar. Voy. Mana bu boshqa gap. Xo'sh, mana endi eng asosiysini quramiz. Men istirohat bog'ini qurib bo'ldim, tayyor. Menimcha sizlar Minecraftdagi ko'rgan eng tez istirohat bog'laridan biri bo'lsa kerak bu. Men uni 1 yoki 2 marotaba ishlatib ko'rdim. Hali ishonchim komil emas. Mayli, knopkani bosamiz. Mana endi aravachaga o'tiramizda sayohatga chiqamiz. Bu aylanma boshda qancha aynalar ekanmiz, ha? Ha demay biz uchamiz. Biz buni uddaladikmi? Uddaladik. Biz yana bir tezlashadigan moslamaning ustiga kelib tushdik. U bizni tepaga emas, pastga tushiradi. Biz o'zi to'g'ri tushamizmi yoki yo'qmi? Biz mana bu o'lik yo'ldan o'tamiz. Bu anchagina maroqli. Biz yana bir tezlashadigan moslamaning ustiga kelib tushdik. Bu undan ham tezroq. Jin ursin, sizlar bunga qaranglar. Jin ursin, men uchib ketdim. Ha do'stlar, men buni uddaladim. Biz borib mana bu yerga urilamiz va pastga tushamiz. Atrofni go'zalligini qaragin. Yaxshilab qaragin, Tuti. Biz to'g'ridan-to'g'ri mana bu uyning ichiga tushamiz va yana bir tezlashadigan moslama ishga tushadi. Qani ko'raylikchi u qanchalik tezlashar ekan. Jin ursin, boshi buzilib ketay dedi. Xudoyim, biz boshqa tezlashadigan moslamaga tushib qoldik. U bizni mana bu yerga uloqtiradi. Hozir biz borib devorga urilamiz va biz borib relslar ustiga tushamiz. Relslar bizni asta-sekinlik bilan orqaga qaytaradi. Mana va nihoyat biz eson-omon qayerdan boshlagan bo'lsak, mana shu yerga kelib tushdik. Ura! Mana buni istirohat bog'i desa bo'ladi. Ya'ni aylanma bosh. Men bu qurilma uchun naqd 1 soat vaqtimni yo'qotdim, lekin bu qonarli bo'ldi. To'g'risini aytsam, menga mana bu joy yoqdi. Men hech o'ylamagan edim bunday tezlikda butun qishloqni aylanib o'taman deb. Men cherkovdan qanday qilib tez o'tib ketganimni sizlar hattoki payqamadingiz ham. Men hattoki Xushobaning uyidan ham o'tib ketdim. Bu yerda sharshara borligini endi ko'ryapman. Xullas biz bu yerdan juda ham tez o'tdik, lekin menga bir narsa qiziq bo'lyapti. Biz o'zi qancha tezlashib bilishimiz mumkin ekan, ha? Xullas men bu tezlikni bir sinab ko'rishim kerak. Menimcha bu juda ham qiziqarli bo'lsa kerak. Agar aravacha aylanmaga kelganga sekinlashmadimi, demak chaqmoq tezligida o'tamiz. Kelinglar, mana bu yerda kichkina aylanma qilamiz. Bu yerda aravacha qo'yamiz. Men aravachani tekis yo'lda tezlashtirmoqchiman. Ko'ramiz qanchalik tez va qancha uzoqlikka bora olar ekanmiz. Menimcha bu juda ham kulgili bo'lsa kerak. Men o'zi buni yoshligimdan orzu qilganman. Juda ham tez istirohat bog'ini qurish orzuyim bor edi. Tushunmadim, nima uchun bu yerda qurituvchi paydo bo'ldi? Nima balo, u meni kuzatib turibdimi? Biz mana bu daraxtlar oldidan ham juda ham tezlik bilan o'tib ketamiz. Yellanati, qurituvchilardan ikkita bo'ldi-ku. Balkim qolgan yo'lakni qizil toshdan qursammikin? Menimcha mana shunisi chiroyliroq bo'lsa kerak. Yellanati, ulardan 3 ta bo'ldi-ku. Alyo. Xo'sh, biz mana bu tog'ga duch keldik. Lekin men uni portlatmoqchi emasman. Qani ko'ramiz oxiri nima bo'lishini. Mana endi biz barcha relslarni mana bu uzun yo'lak bo'ylab qo'yib chiqishimiz kerak. Va nihoyat yetib keldim. Agar menga zarar yetsa, zararni Disneyland qoplab berarmikin? Chunki men yoshligimda qo'limni sindirib olgan edimda. Ha, mayli. Mana bu yer esa menga yaxshigina vaqt ajratadi. Chunki men bu yerda flash kabi tezlashaman.
Xo'sh, ko'raylikchi o'zi bu ishlaydimi yoki yo'qmi? Mana endi knopkani bosamizda va aravachaga o'tiramiz. Qani 3 2 1 olg'a! Mana endi maksimal tezlikni yoqamiz. Xullas, men bu yerda soat strelkasi bo'ylab aylanyapman. Menimcha hozir men chayqalib ketsam kerak. Men xuddi atomga o'xshayman. Yo xudoyim. Jin ursin, bunga qarab turib meni ko'nglim ayniyapti. Qani tayyormisizlar? Qani la'nati. Jin ursin, juda ham tez yetib keldik-ku. Yaxshi, shoshma. Demak, bu yo'lakni juda ham uzun qilish kerak. Demak, mana bu tog'ni portlatishimizga to'g'ri keladi. Mana tayyor. Biz ozgina joyini kengaytirdik. Mana endi aravacha uzoqroqqa borish uchun yo'lni uzun qilamiz. Jin ursin, shunaqangi qo'lim og'riyapti, lekin Minecraft videosi uchun bu arziydi. Xo'sh, bunisi ham tayyor bo'ldi. Menimcha bu yo'lak 2000 blokdan ham uzunroq bo'lsa kerak. Menimcha bu kichkina aravacha uchun bu yo'lak uzunlik qilsa kerak. Qani uni ishga tushiramiz. Qani bo'la qol. Ha, va nihoyat. Qani ko'ramiz bu tezlik bilan Minecraft yo'lagidan qanchada o'tar ekanmiz. Jin ursin, tamom ketmasa bo'ldi. Xo'sh, yana ozgina qoldi, ozgina. Yo xudoyim. Bu juda ham yaxshi tezlik. Bunga shunchaki 2 sekund vaqt ketdi. Men bunday holatda nimanidir o'ylashga ham, nimanidir gapirishga ham ulgurmay qoldim. Men xohlaymanki, shu tezlikda butun dunyoni aylanib, yana shu yerga kelib to'xtashni. Lekin hozircha menda unday imkoniyat yo'q. Men kompyuter mishkasini bosgandan qo'llarim og'riyapti. Lekin shunday istirohat bog'ini qurib o'ynaganimdan xursandman. Ha, aytgancha, agar pechenyaning videolari chiqishini xohlasangiz, albatta Anilan Dublyaj.uz YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoga like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Men har bir kommentlarni o'qib chiqaman. Ha, pechenyaning o'yinchoqlari chiqqan ekan, narxi $250. Agar xohlasangiz, uni do'konlardan sotib olishingiz mumkin. $250 sarflashni xohlamasangiz, meni YouTube kanalimda 250 ta kommentariy yozishingiz mumkin. Albatta bu tekin. Agar sizlar bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, men xursand bo'ldim, chunki dublyajga ketgan vaqtim uchun achinmayman. Agar yana shunday videolar chiqishini xohlasangiz, albatta prosmotrlarni banglatib tashlashingizga to'g'ri keladi. Qaranglar, men tezlikni yoqmasam ham tez ketyapman. Do'stlar, barchaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr. Sizlar bilan Anilan Dublyaj.uz bo'ldi.